Hovli bo'lsa shunaqa bo'lsin-da, kelinglar, bitta ko'ringlar. Anorlarni qaranglar, bu yerdan qo'yibdi. Xurmosini bitta ko'rasizlar. Voy, qovunday mevalari bor ekan. Men bunaqa katta xurmoni ko'rmaganman. Mevali daraxtlari juda ko'p ekan. Bu hovlimizning 6 sotuvli o'zini 8 xonasiga ega. Bugun xonadonimizni obzor qilamiz. Narxini boshidan aytaymi? 215 ming dollarga baholashyapti. Proyektlari tayyor. Sal eskiroq holatda, lekin buni bitta yengilab olsanglar, hozirgi zo'r hovlilardan ancha chiroyli qo'rsanglar bo'ladi. Proyektga qarab turib, bu yoq o'xshab ketaveradi. Yer to'lasi ham bor ekan. Umumiy 6 sotuvli hovlimiz bo'ladigan bo'lsa, turgan manzilimizga keladigan bo'lsa, Yashnobod tumani, Go'zal mahalladamiz. Bu hozir sokin ko'cha ekan. Ko'pchilik biladigan Karzinka bor, bilasizlar. Tuzel metrosi turgan joyimizdan 7-8 metr uzoqlikda bo'ladi. Lokatsiya haqiqatan yaxshi. To'g'ri chiqib ketishga ham yaxshi. Havosi ham yaxshi. Umuman o'zi fayzli mahallalardan bittasi bo'ladi. Hovlimizning mana kengligini ko'rishingiz mumkin. Yashil zonamizda mevali daraxtlari juda ko'p. Asosiy binomiz mana bu yerda tushgan 2 qavatli bo'ladi. O'zini boy aytganimda 8 xonasiga ega. Yotoqxonalari ham juda ko'p bo'ladi. Eng zo'ri xonalari keng. Hovlimizni qisqacha tushuntiradigan bo'lsam, qaranglar. Darvozaxona. Bu yoqdan kirdik, darvozaxonada. Bemalol bu yoqqa ham ikkita avtomobil sig'dirib qo'ysak bo'ladi. Bu yerda kravatimiz bor, ya'ni ochiq ayvonimiz bo'ladi. Bu yoqdagi binomizda yozgi oshxona, sauna, kladovka, xullas, oxirida hojatxonalari ham bor. Mana shunaqa keng hovlisiga ega. O'zligi mana bunaqa qo'lda qo'lbola qilib yasashibdi. Juda ham chiroyli chiqdi, ko'rasizlar, dekorativni bo'lib turibdi. Aytgancha, xonadonimizning fasadiga keladigan bo'lsak, 20 ichkariga 30 bo'ladi. Yaxlit 6 sotuv. Ko'chamizning kengligi ham zo'r. Asparlar yotqizilgan fayzli mahallalardan bittasi hisoblanadi. Asosiy binomizni ko'rdinglar, mana shu yerda joylashgan bo'ladi. Hozir mana shu yo'lik bilan bitta sizlarga obzor qilib beramiz. Ketdik. Asosiy binomizga mana shu yo'ligimiz orqali o'tamiz. Oyog'imizdan teng ko'rasizlar, chiroyli qilib chiqarilgan. Va qaranglar, gabrazniy binomiz bo'ladigan bo'lsa, 2 qavatga ega, o'zini 8 xonasi bor. Xonalarimizda keng, oyog'imizdan tagida yer to'lamiz ham bor. Bitta xonalarga to'xtalamiz, kelinglar. Yo'ligimiz orqali kattalar yotoqxonasi, endi u yerda qariyalar xonasi ekan, o'shaning uchun ichini ko'rsata olmaymiz. Hozir odam bor ekan. Navbatdagi xonamiz, bu yoqdan kiramiz, kelinglar, bismillah. Kirganimizda yo'ligimizni masalan, prixojya qilib o'zini garderobnisini qilib qo'yishgan va umumiy hojatxona, yuvinish xonalari bilan birga bo'ladi. Chap tarafdagi xonamizni ko'radigan bo'lsak, kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, o'zini endi mebellarni olib ketishar ekan. Bu yerda remontini bitta ma'rifat qilib qo'ysalar, juda ham zo'r xonadon bo'ladi, chunki xonalar keng ekan. Buni ro'parasida, ya'ni qarshisida mehmonxonamiz. Ko'rishingiz mumkin, mehmonxonamiz ham juda chiroyli holatda. Xonaning kengligi baribir proyekt yaxshiligidan dalolat bo'ladi. Endi qaranglar, keyin ko'radigan joyimiz, bu yoq yo'ligimizga yana qaytdik. Oshxonamiz bu yoq binomizda joylashgan bo'ladi, kelinglar ko'ramiz. Zinib oyamiz, 2-qavatga chiqamiz. Bu yoqdan biz yer to'laga tushsak ham bo'ladi. Yer to'lamiz, mana shu oshxonamiz, yo'ligimizni tegi yaxlit bo'ladi, kelinglar ko'rsatamiz. Bu yoq har kungi choy ichib o'tiradigan zonamiz bo'ladi, ixchamgina qilib qo'yilgan va yon qismida oshxonamiz. O'zini stroyniy mebellari bor. Endi bu narsalar hammasi qoladi. Xolodilniklari ham bor ekan. Endi bunisini egalari bilan gaplashib olasizlar, lekin uglga tushgani uchun ikkita tarafi deraza bo'lib turibdi. Yorug'likni juda ham yaxshi o'ylashgan. 2-qavatni ko'ramiz. 2-qavatga chiqib kelamiz. Xonadonimizning remonti eski holatda, lekin mana shu proyektdan foydalanib renovatsiya qilib olsanglar, zo'r foydalansa bo'ladi, chunki xonalar juda keng, ham qulay. 2-qavatga chiqamiz. Chap taraf bilan bizni qaranglar. Bu yoqdan uzun yo'ligimiz qilingan, ko'rishingiz mumkin. Mana shu uzun yo'ligimiz orqali xonalarga bitta o'tamiz. Proyekt bo'yicha qaranglar, mana bundan tashqari juda ham chiroyli ko'rinadi. Xonadonimizda 6 sotuv bo'lgandan keyin kengligi boshqacha bilinar ekan. Endi qaranglar, birinchi xonamiz bu yoqdan o'zi 2-qavatda 5 ta xona dedilar, men 4 ta xona deyapman, chunki bitta xonamizni alohida pergorodga qilingan xonasini garderobniga ulab oldim. Bu yoqdan birinchi o'sha kattalar yotoqxonasi, pergorodka bilan garderobni deydigan bo'lsak, yon qismida umumiy hojatxona va yuvinishxona alohida razdelniy qilingan. Pratyxonani ham shu yoqqa joylashtirib qo'yishdi. Navbatdagi xonamiz yosh bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona va yana hozir birinchi xonamizga o'xshab ikkitaga ajratilgan xona. Endi buni ikkitaga bemalol ajratib qo'ysak bo'ladi. Chunki bittasini bemalol bolalar yotoqxonasi qo'ysak bo'ladi. Yon qismida ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Yo'ligimizning oxirida bo'lsa, endi garderobni qilsanglar ham bo'ladi. Hozirda ko'rpacha-mo'rpachalar turgan ekan, jaluzi tortib qo'yishibdi. U yerdan ham bemalol foydalansanglar bo'ladi degan. Xonadonimiz juda keng. 300 kvadratdan oshuv o'zini mana shu binosi tushgan jiloy bo'lib, alohida yer to'lasi bor, 8 xonasiga ega bo'lsa, 6 sotuvli juda ham keng xonadonimiz. Mevali daraxtlari, chiroyli bog'lariga ega, yaxshi mahallada joylashgan. Yana eslatib o'taman, Yashnobod tumani,
go'zal mahalla, sokin ko'chadamiz. Narxini 215 ming dollar bilan baholashyapti mana shu xonadonimizni. Binoni uvol qilmaylik, chunki yaxshi proyekt tushgan. Bemalol buni boshqatdan qayta chiroyli qilib renovatsiya qilib yuborsanglar, juda ham chiroyli xonadon bo'ladi. Bu narxlardan ustiga kelsanglar, albatta yana o't beradigan joylari bo'ladi. Qo'shimcha ma'lumotlarni pastga raqamga qo'ng'iroq qilib, uy egalari bilan birga baraka qilinglar.